Bahodir Jalolovning navbatdagi raqibi ma'lum bo'ldi. Islom Maxachev va Hamzat Chimayev bir kunda jang o'tkazishi mumkin. Assalomu alaykum, janglar olamidagi eng so'nggi va tezkor xabarlar bilan e'tiboringiz markazida yana Sport Plus kanali. Aziz do'stlar, barchangizni ushbu kanalimizda ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Videoga albatta like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Biz esa siz uchun eng qiziqarli xabarlarni to'plab qo'yganmiz. Demak, siz tayyor bo'lsangiz, unda biz boshladik. Unga muxlislik qilaman. Fiziyev Islom Maxachevga qarshi kim jang qilishi kerakligini aytdi. UFC jangchisi Rafael Fiziyev UFC Islom Maxachevga qarshi kim jang qilishi kerakligi haqida fikr bildirdi. Mening fikrimcha, Getji chempionlik jangiga loyiq. U diviziondagi boshqalarga qaraganda ko'proq bunga haqli. Umid qilamanki, u bunga erishadi. Agar u rostdan ham Islomga qarshi jang qilsa, men Justinga muxlislik qilaman, dedi Fiziyev. Magomed Ankalayev Pereiraga qarshi revanch to'liq davom etmaydi. UFC chempioni Magomed Ankalayev Alex Pereiraga qarshi jangini tahlil qildi va ehtimoliy revanch haqida gapirdi. Hozirgina jangimni qayta ko'rib chiqdim. Jang 20 daqiqa to'liq stoykada o'tdi va unda asosan men bosim o'tkazib turdim. Reja parterdan foydalanib stoykada imkoniyatlar yaratish edi. Zarbalarim kuchliroq edi, ko'proq aniq zarbalar bera oldim. Men 6-raundga tayyorman, lekin bu safar jang to'liq davom etmaydi, ketdik, deb yozdi Ankalayev ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida. McGregor Trumpning so'zlariga munosabat bildirdi. UFC'ning 2 vazn toifasida sobiq chempioni irlandiyalik Conor McGregor AQSh prezidenti Donald Trumpning maqtoviga javob berdi. Avvalroq Trump Conor McGregorni sevimli jangchisi ekanligini aytgandi. Rahmat prezident Trump, deb yozdi McGregor o'zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida. Ma'lumot uchun, Conor so'nggi jangini 3,5 yil oldin o'tkazgan. 2021-yilning iyunida bo'lgan jangda u Dustin Poirierga mag'lub bo'lgandi. Dasturimiz homiysi Adinxbet Bookmakerlik kompaniyasi siz uchun yuqori keyflar va bonuslarni tayyorlab qo'ymoqda. Kommentariyadagi silka orqali Telegram kanalimizga o'ting, u yerdan omad silkasini toping va promokod joyiga Sport Plus o'z so'zini yozing va o'z omadingizni sinab ko'ring. Islom Maxachev va Hamzat Chimayev bir kunda jang o'tkazishi mumkin. Dunyoning eng kuchli ligasi hisoblangan UFC bir kunda yengil vazn va o'rta vazn toifalarida chempionlik janglari o'tkazishni rejalashtirmoqda. Bu janglar katta ehtimol bilan iyun oyida Las Vegasda tashkil etiladigan xalqaro janglar haftasi doirasida o'tkaziladi. Bu haqida Hamzat Chimayevning jamoasiga yaqin bo'lgan murabbiy va menejer Rasul Shamsuddinov xabar berdi. Ilya Topuria va Islom Maxachev jangi Hamzat Chimayev oktagonga chiqadigan turnir kardidan o'rin oladi. Bu janglar iyun oyiga mo'ljallanmoqda. Shunday ekan, katta shouga tayyor turing. Ikkita chempionlik jangi bir kunda o'tkaziladi. Bu UFC promotionining 2025-yildagi eng katta turniri bo'ladi. Hamzat Du Plessisga, Maxachev esa Topuriyaga qarshi. Hozircha bu janglar rasman tasdiqlangani yo'q, lekin tez orada e'lon qilinadi. Fikrimcha, Chimayev va Topuriya bo'lajak janglarda g'alaba qozonadi. Ilyaning g'alaba uchun imkoniyatini 60% ga baholayapman, dedi Shamsuddinov. Avvalroq Islom Maxachev va Ilya Topuriya o'rtasidagi chempionlik jangi 28-iyun kuni Las Vegasda tashkil etiladigan UFC 317 turniri doirasida o'tkazilishi xabar qilingandi. Bahodir Jalolovning navbatdagi raqibi ma'lum bo'ldi. 2 karra Olimpiada chempioni Bahodir Jalolov navbatdagi jangini 5-aprel kuni Qozog'istonning Astana shahrida o'tkazishi haqida avvalroq xabar bergandik. O'sha kuni bokschimiz ukrainalik Igor Shevadzuskiga qarshi ringga ko'tariladi. Ma'lumot uchun, ukrainalik 34 yoshli bokschi shu kungacha prof boksda 14 ta jang o'tkazgan va ularning 12 tasida g'alaba qozongan. 2 ta jangda imkoniyatni boy bergan. U mag'lubiyatlarini Kubrat Pulev va Martin Bakoledan qabul qilib olgan. Bahodir Jalolov esa prof boksda 14 marotaba jang qilgan va ularning barchasida raqiblarini muddatidan oldin mag'lub etgan. Fikrlaringizni izohga yozib qoldiring. Biz esa siz bilan hozircha xayrlashamiz. Yaqin soatlarda yana g'oyibona ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling deb qolamiz. Sizga videolarimiz yoqyaptimi o'zi? Kommentariyada javoblarni kutib qolamiz.